Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanamızda kıtanlar ekranımızda bulsun. Trump'ның Uyg'urlarga aloqador qonun loyihasiga imzo qo'yishni planlayotganligi oshkorlandi. Reuters agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Trump'ның Uyg'urlar haqidagi qonun loyihasiga imzo qo'yishni planlayotganligi oshkorlangan. Ma'lum xabardor shaxs tunugun Reuters agentligiga bu uchurni yetkazgan bo'lib, ammo imzo qo'yishning aniq vaqtini aytmagan. Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi Amerikada 14-may Kengash palatasida, 27-may qaytadan Avam palatasida mutlaq ko'p sonliq ovoz bilan ma'qullikdan o'tgan va oldingi hafta rasmiy holda parlamentdan Oqsaroyga topshirib berilgan edi. Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio sungan mazkur qonun loyihasiga asosan Amerika prezidentining qonun kuchga ega bo'lgandan keyingi 6 oy ichida parlamentga Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarni bostirishga aloqador amaldorlarning tizimligini yo'llashi va ularga qarata jazo tadbirlarini yo'l qo'yishi talab qilindi. Jazo tadbirlari mol-mulkini to'nglatish, chegaradan kirgizmaslik va vizasini bekor qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bundan sirt yana Amerika tashqi ishlar ministri qonun moddasiga asosan 6 oy ichida Sharq Turkistondagi insoniy huquq tafsandachiligi haqida parlamentga dokument sunadi. Xitoyning Linshada 400 masjidni chaqmoqchi bo'lganligi oshkorlandi. Zimiston to'rining bugungi xabarda bildirilishicha, Xitoy Gansu o'lkasidagi ko'plagan masjidlarning gumbazlari va hilal oy belgilarini majburiy cheqish va Xitoy madaniyat uslubiga o'zgartish bilan birga yana 400 masjidni cheqishni planlagan. Xitoy bu yil mart oyida Gansu o'lkasi Linshadagi masjidlarni umumyuzlik Xitoy uslubiga o'zgartishni qaror qilgan. Linsha shahrida ismini oshkorlashni xohlamagan bir kishi muxbirning ziyoratini qabul qilib, Nangguan masjidi, Changxoyan masjidi, Baijiachuang masjidi qatorliq masjidlarning gumbazi va hilal oy belgilarini cheqib o'tganligini oshkorlagan. Shu yerdagi bir amaldorning muxbirga oshkorlashicha, navbatda Linsha shahridagi aloqador doiralar shu yerdagi nurg'unlagan masjidlarni Xitoycha uslubga o'zgartgan. Xi Jinping oldingi yili Gansuda xizmat tekshirgandan keyin yerlik amaldorlar masjidlarni Xitoycha uslubga o'zgartishni kuchaytgan. Shundaqli yana Linshada kam deganda 400 masjidni cheqishni planlagan. Masalan, ma'lum bir bozorda 3 masjid bor bo'lib, ularning faqat birini qoldirib qo'ygan. Undan boshqa yana Pingliang shahri, Lanzhou shahri, Gansu o'lkasi qatorliq boshqa nurg'un joylardagi masjidni Xitoycha uslubga o'zgartishni davomlashtirgan. Lanzhou shahridagi Xayshivan masjidi, Qingguan rayonidagi Gonglin yo'li masjidi va Chilixe rayonidagi Tumindun masjidi qatorliq masjidlar Xitoycha uslubga o'zgartirilgan. Masjidlarni Xitoy madaniyat uslubiga o'zgartish harakati tunganlarning noroziligini qo'zg'agan. Ba'zi tunganlar Xitoyning bu harakatining millatlar ittifoqligiga ta'sir ko'rsatganligini, buning bir nomusliq tarix bo'lib qoladiganligini aytgan. Lanzhou shahridagi bir musulmon kishi muxbirga oshkorlab, Xitoyning bu usuli qonunsiz. Agar qonunliq bo'lsa, nimishqa masjidning kirish eg'iziga suratga tortish, sing'i elish man'iy qilindi deb e'lon chiqardi. Xi Jinping nimani xohlasa shuni qildigan bo'lib ketdi. Kim masjidni o'zgartishga qo'shilmasa, shuni tutib ketdi. Virus mazgilida virus bilan yuqumlanganlik bahonasi bilan tutib ketilganlar nega ketdi? Nada o'lib ketdi, hech kim bilmaydi. Masjidni cheqish va o'zgartish emgak kuchiga va iqtisodga ziyon solgandan boshqa bizning e'tiqodimizning asosini ta'virlamaydi. Bu faqat kompartiyaning nomussizligini ko'rsatib beradi deganlarni bildirgan. Nuri Turkal Amerikaning Uyg'ur qonun loyihasini Xitoyga qarshi ishiltishi kerakligini bildirdi. 8-iyun Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal apandi Davr jurnalida bu haqda obzor e'lon qildi. U Amerika hukumatini Xitoyning diniy ziyonkashlikka chetishlik amaldorlarining Amerikadagi mol-mulkini to'nglatish, ularning vizasini bekor qilish qatorliq usullar orqali Xitoyga qarshi tadbir qo'llanishga chaqirdi. Nuri Turkal apandi maqolasida yaqindan buyon Amerikaning ichki qismida qalaymaqonchiliklar chiqayotgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur masalasi yanada Amerikaning kun tartibida ekanligini ta'kidladi. U maqolasida Amerikaning ichki qismidagi ijtimoiy masalalar Amerikaning Uyg'ur masalasiga qarata himoyasini sustlashtirib o'tadigan masalalar emas.
Darvaqa Amerika xalqining diqqati bu sababdan burilib ketyotidi. Lekin Amerika hukumatining qarorida o'zgarish bo'lgani yo'q. Amerika uchun Uyg'ur masalasi adolat masalasidir deganlarini bildirdi. Mazkur obzorga asoslanganda Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasi orqali Amerika hukumati Xitoyda Uyg'ur qatorliq musulmon millatlarga ziyonkashlik qilishda javobgarlikka bo'lgan Xitoy amaldorlariga qarata iqtisodiy jazo va viza cheklamasi qo'ya oladi ekan. Buningdan boshqa yana Amerika Federatsiya tekshirish idorasi Amerika tuprog'idagi Uyg'urlarni Xitoyning tahdidi va parokandichiligidan qo'g'dash haqida davlat majlisiga dokument berdi ekan. Buningdan boshqa bu qonun yana Amerikadagi ma'muriy organlarning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi haqida dokument tayyorlashni, jumladan jazo lagerlarida tutib turilayotganlarning sonini rasmiy aniqlab chiqishni talab qila oladi ekan. Nuri Turkal apandi Xitoyda Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarning ziyonkashlikka uchrash masalasiga chetishlik Xitoy amaldorlarining oz emasligini eskartdi. U bu qonun orqali ularning hammasini cheklay olmasa-mu, lekin Xitoyga kuchlik ogohlantirish bera oladiganligini bildirib, mundaq dedi. Bu albatta jazo qonuni emas, lekin bu qonun rasmiy ijro bo'lganda uning Xitoyga ko'rsatadigan ta'siri nihoyat zo'r bo'ladi. Obzorda yana Uyg'urlarga munosabatlik ikkinchi qonun loyihasi Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishining oldini olish qonuniga aloqador mazmunlarni tilga olingan. Bu qonun loyihasi orqali Amerika tamojlisi va Amerika chegara qo'g'dash idorasi Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan har qanday mahsulotni majburiy emgakning mahsuli deb bartaraf qila oladi ekan. Bu qonun loyihasi har qanday bir amerikalik iste'molchini adolatsiz emgakning mahsuli bo'lgan buyumlarni ishlatishdan saqlab qoladi ekan. Nuri Turkal apandi Amerikaliklarning har qanday bir xalq yoki ijtimoiy to'pliq tarixiy, diniy va irqiy sabablardan kollektiv holda jazolanmasligi va irqiy qirg'inchilikning qurboni bo'lmasligi kerak degan tushuncha bilan cho'ng bo'ladiganligini, shunga Uyg'ur masalasining Amerikadagi muhim bir temaga aylanganligini bildirdi. Uyg'ur masalasi Amerikada partiya, sinf, ideologiya ayirmasdan hamma o'rtaq ko'ngil bildigan masalaga aylandi. Şunu Uyg'ur qonun loyihasining ijro bo'lganligiga nisbatan umidim zo'r. U oxirida mundaq dedi. Washingtonning yaqinqi yuzlanishidan qaraganda Prezident Trump mazkur qonun loyihasiga qaysi shaklda bo'lmasin, cho'qim imzo qo'ydi deb o'ylayman. Xitoy armiyasi Xotanning Ladakh bilan tutishadigan chegarasida keng ko'lamli harbiy manevr elib bordi. Mazkur manevr Xitoy chegara qismlari bilan Hindiston chegara qismlari Ladakhning Pingong ko'li atrofida bir-biriga mush va tosh etib to'qinishgandan keyin o'tkazilgan. Hindiston vaqti gazetining xabar qilishicha, manevrga Xitoy armiyasining minglarcha parashutchi askarlari va bronoviklar qatnashgan. Xitoy taratqullarining xabarlarida manevrning konkret qayerda o'tkazilganligi tilga olinmagan. Lekin bu manevrning Hindistonga berilgan signal ekanligi ilgari surilgan. Hindiston vaqti gazetining bildirishicha, Xitoy doiralari aeroplan orqisab transport kanali va temir yo'l orqali Xitoyning Xubey o'lkasida turishliq parashutchi qismlarini g'arbiy shimoldagi o'rni oshkorlanmagan mazkur o'ringa yo'tkigan. Buning oldida Xitoyning Xotan va Gargunsadagi havo armiya bazalariga 10-12 dak J-7, J-11 tiplik urush aeroplani o'rinlashtirganligi, bu aeroplanlarning Ladakh chegarasida uchish elib borganligi ilgari surilgan edi. Xitoy o'zining parashutchi qismlarini ikki taraf harbiy amaldorlari Ladakh chegarasida suhbat o'tkazgan mazgilda yo'tkigan. Hindiston vaqti gazetining bildirishicha, 6-iyun kuni Hindiston armiyasining Ladakhdagi 14-korpusining qo'mondoni general Harendar Singh bilan atalmish Janubiy Shinjang harbiy rayonining qo'mondoni Liulin boshchiligidagi harbiy vakillar o'maki Ladakh chegarasining Xitoy armiyasi kontrol qilib turgan tarafida suhbat o'tkazgan. Lekin suhbatda hech qanday natija hosil bo'lmagan. Xitoy Aqsay Chinni 1962-yili portlagan Hindiston Xitoy chegara to'qinishidan beri kontrol qilib kelmoqda. Uyg'urlar jazo lagerlaridagi saxta sotlarda sotlanib mahkum bo'lmoqda. Germaniya to'lqinlari radiosi 8-iyun kuni Xitoyning jazo lagerlaridagi Uyg'urlar haqida cho'ng hajmli xabar berib, nurg'un Uyg'ur tutqunlarining lagerdagi saxta sotlarda sotlanib mahkum bo'layotganligini ilgari surdi. Xabarda oshkorlashicha, doirlar bu xil saxta sotda lagerdagi tutqunlarga bir jinoyat tizimligi berib, ularni tizimlikdagi bir yoki bir qancha jinoyatni tanlashga zo'rlaydi ekan. Ilgari Xitoy rejimining 2017-yili boshlangan zo'r tutqunda millionlagan Uyg'urni lagerlarga qamab, nurg'un tutqunlarni sotlaganligi, sotlangan tutqunlarning Xitoy o'lkalaridagi turmalarga yo'tkab ketilganligi ilgari surilgan edi. Xabarda ta'kidlanishicha, tutqunlarga ularning nima uchun qamalganligi aytilmaydi ekan.
Faqat ular tizimlikdagi bir yoki bir qancha jinoyatni tanlab, o'zlarining nima uchun tutqun qilinganligi va kesilganligini o'zi bekitadi ekan. Jinoyatini tanlashni rad qilganlarga mangu lagerda qoldiganligi haqida tahdid selindi ekan. Xabarda bu sotning butunlay saxta ekanligi, uningda tutqunning advokat taklif qilinmaydiganligi, dalil isbot qonun tartib deganlarga amal qilinmaydiganligi ta'kidlangan. Xabarda bildirilishicha, ular lagerda yetib chiqqan 4 shohidni ayrim-ayrim ziyorat qilgan. Hozir Qozog'istonda yashayotgan bu 4 shohid tizimlikka 70 necha xil jinoyat kirgizilganligi, o'zlarining tizimlikdagi bir yoki bir qancha jinoyatni tanlashga majbur bo'lganligini, uningdagi ba'zi jinoyatlarning chet elga chiqish, kishilar bilan aloqalashish degandek begunoh harakatlar ekanligini, ko'p qismi namoz o'qish, hijoblanish degandek diniy faoliyatlarga chetishlik ekanligini bildirgan. Germaniya to'lqinlarining ta'kidlashicha, ular bu 4 shohidning so'zlarini mustaqil dalillay bo'lsa-mu, ammo ularning so'zlari halqiliq nuqtalarda bir-birini to'liqlaydi ekan. Palata a'zosi Gallagher Xitoy Kompartiyasining navbatda Amerika uchun eng zo'r tahdid ekanligini bildirdi. 2020-yilning boshlaridan tortib dunyoga tarqalishga boshlagan Xitoy virusi mislsiz bir vaboga aylanib ketgandan buyon Xitoy rejimi bu virusni Amerikaning g'arazlik hujumi degan mazmunda ko'plagan soxta uchurlarni paydo qilgan edi. Shuningdan bixlangan diplomatiya urushi barg'ansiri dunyoning diqqatini qo'zg'ashga boshlagandan keyin Xitoyning virus ofatidagi mas'uliyatini surishti qilish cho'qqanlari barg'ansiri yuqori pallaga chiqishga boshladi. Hamda ko'plagan davlatlar Xitoydan bevosita holda bu haqda tushuncha berishni talab qildi. Bo'libmi Xitoyning ko'rinmas istilosiga asir bo'lmoqda deb tasvirlanadigan Avstraliyaning bu masala haqida o'z maydonini ifodalashi bilan bu vaqtdagi munozara yangi boshdan qizib ketdi. Washington shahridagi eng chong aqllar markazi bo'lgan Hudson instituti mushu masalalarni cho'rdigan holda 8-iyun saharda Amerika Avam palatasining a'zosi Mike Gallagher bilan to'r suhbati o'tkazdi. Suhbatda Hudson institutining xodimi Rebecca Henrich oldi bilan so'z oldi. U palata a'zosi Gallagherga savol qo'yib, Xitoyning navbatda dunyo uchun, bo'libmi Amerikaning bexatarligi uchun qanday bir tahdid bo'layotganligi haqida tushuncha berishni so'radi. Palata a'zosi Gallagher bu vaqtda to'xtalib, Xitoy Kompartiyasini navbatda Amerika uchun eng zo'r tahdid deb qarash lozimligini alohida ta'kidladi. U Amerika navbatda duch kelayotgan siyosiy, iqtisod va harbiy ishlar jihatdagi ahvollarni o'tgan asrdagi ahvol bilan selishtirganda, navbatda Xitoydan kelayotgan turli tahdid va xiristlarni tarixdagi eng yuqori pallaga yetgan deb qarashga bo'lganligini, bo'libmi Xitoyning aqliy mulk o'g'irligining Amerikani ig'ir zarbaga uchratganligini, bu qatimqi Xitoy virusining bo'lsa Amerikani g'oyat zo'r darajada o'ngda qo'ygan bir voqea bo'lganligini so'zlab kelib, mushu xil reallikning navbatda Amerika Davlat Majlisidagi ikki partiyani Xitoy masalasida tizli bir o'rtaq nuqtaga elib kelayotganligini, buning eng tipik ifodalaridan biri qatorida palata a'zosi Elxon Ömerning Uyg'urlar duch kelayotgan bostirishlarni tanqidlashi, Xitoyning Amerika basketbol birlashmasi NBA'ni kontrol qilishga urinishini cho'radigan tanqidlar qatorliqlar ekanligini so'zlab o'tdi. Xitoy fuqarolarini Avstraliyaga sayohatga berishdan ogohlantirdi. Valkochisi gazetining 8-iyundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy sayohat ministrligi bexatarlik ogohlantirishi tarqatib, Xitoy fuqarolarini Avstraliyaga sayohatga berishdan ogohlantirdi. Xitoy Madaniyat va sayohat ministrligi tarqatgan sayohat bexatarlik ogohlantirishida Xitoy fuqarolari Avstraliyaga sayohatga bormaslikka tavsiya qilingan. Buning sababi sifatida virus yuqumining ta'siri bilan Avstraliyada Xitoy va Osiyoliklarga qartilgan irqiy kamsitish, zo'ravonlik harakatlarining ko'rinarli oshganligi, Xitoy bilan Avstraliya munosabatining texmi nacharlashganligi, 4-oyning o'ttirlari Avstraliya Xitoyning virus yuqumiga bo'lgan inkosini tanqid qilganda, ikki davlat o'ttirsidagi ziddiyatning texmi keskinlashganligi, keyin buning savdo surkilishiga qarab kengayganligi qatorliqlar ko'rsatilgan. Avstraliya parlament a'zolari Xitoyning ogohlantirishiga raddiya berib, yuqumning oldini olish va kontrol qilish tadbirlariga asosan davlat chegarasining chet ellik sayohatchilar uchun yanada taqiladiganligini bildirgan. Turkiyadagi Xitoy virusining eng yangi ahvoli. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministeri Fahrettin Koca 8-iyun bir kun ichida Xitoy virusi bilan 19 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 39361 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 989 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 171121 ga yetganligini, bir kun ichida 19 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4711 ga yetganligini bildirdi.
Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida 3411 nafarining salomatligining asliga kelganligini, 625 bemorning kasalining ig'ir ekanligini, kasali ig'ir bemorning soni oshganligini, salomatligi asliga kelgan bemorlarning soni oldingi kunga qaraganda ko'rinarli ko'payganligini, bundan keyingi kunlarda qo'l pokizligiga diqqat qilish, maska taqash va ijtimoiy munosabatlarda orliq saqlash qatorliq tadbirga sal qarashga bo'lmaydiganligini, tadbir ojizlasa xatarning kuchaydiganligini bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah atiki programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shunday program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.